Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Xo'sh, navbatdagi savolimizni ko'rsak. Navbatdagi savolimiz shunday iboratki, f x plusdan izosi x kvadrat plusdan 1 teng x taqsim x plus 1 bo'lsa, fx ni toping degan. Xo'sh, bilamizki, mana buni ichini biz ishlashdan oldin qanaqadir t deb egash kiritib ishlar edik. X plusdan izosiga x ning kvadrati plusdan 1 teng t. Bu yoqdagi x ni yoqqa o'tkazaversam, menga izosi x ning kvadrati plusdan 1 teng t minus x bo'lib qoladi. Endi ikki tarafni kvadratga oshiraveramiz. Mana kvadratga oshiraversam, bu x ning kvadrati o'zi chiqadi plusdan 1 t ni kvadratga oshirsam t ning kvadrati minusdan 2xt plusdan x ning kvadrati bo'ladi. Ikki tarafdan x ning kvadratlari ketadi. Xo'sh, shu yerdan men x topa olaman. 2xt teng t ning kvadrati minusdan 1 bo'ladi. Shundan x ni topib olsam, t ning kvadrati minusdan 1 taqsim 2t lik kelib chiqadi. Endi olib boramanda mana bularni x larni o'rniga qo'yaman. Endi bizga bunichi ft bo'ladi. Ft teng buni o'rniga qo'ysam, t ning kvadrati minus 1 taqsim 2t taqsim t ning kvadrati minus 1 taqsim 2t plusdan 1. Xo'sh, buni soddalashtirib qo'ysam, yuqoridagini t ning kvadrati minusdan 1 taqsim 2t deb bu tarafni o'rnini almashtirsam 2t taqsim pastga makhraj bersam, bunga 2 t dan makhraj bo'ladi. T ning kvadrati plusdan 2t minusdan 1 ligiga kelib chiqadi. Bu yerdan 2t lar ketar ekan. Bu yerdan kelib chiqadiki, ft teng t ning kvadrati minusdan 1 taqsim t ning kvadrati plusdan 2t minusdan 1 kelar ekan, chiqib kelar ekan. Endi bizga fx so'ragan. Endi t ni x bilan shakl almashtira olamiz. Bundan kelib chiqadiki, fx teng x ning kvadrati minusdan 1 taqsim x ning kvadrati plusdan 2x minusdan 1 kelib chiqar ekan. Mana bizga savolimiz ishlandi.